Dostlar, bunachilarimiz mana Gentra rassrochka qo'yamiz dedik. 2022 yilda ishlab chiqargan avtomat korobka 42 ming probekda 4 yumshoq balon, pokoleniya metan. Mashina idealniy sostoyanida, lyuk, hamma bor. ABS, videoregistrator. Narxini sразу aytib o'taman. Narxi 170 million so'm do'stlar. Eldan 60-70 million pul berib, qolganini 12 ga bo'lib to'laysangiz ham bo'laveradi. Bir so'm foiz bilmaydi, peniya yo'q hech qanday. Masalan 70 million bersangiz 100 million 12 oyga bo'lib to'laysizlar. Led lampochkalar ham qo'yilgan, idealniy sostoyanida. Mashina umuman paket desam 42 ming yurgan. Ham shu trenda petno bor shu o'rindagina. Yana. Bo'lgan kolenenda. Qolgan tekshirib olaverasizlar rodnoy mashinalar. Avtomat, digital pultlari bor. 42 ming yurgan. Yana salon holatlari eng zo'r edi do'stlar. Yana shu sidiniyalari bu chexol emas, bu sidiniya заводской. O'zi maslab uzattirilgan, $500 qo'ydim dedi. Egasi bizga sotib olgan. Podogreflari bor. Magnitofon 42 ming yurgan. Tak, pokoleniya metan. Mashina cho'tka sostoyanida, videoregistrator, digital pult, lyuk, bakoylar, jinalaton eng lyuks puli. Oqsvet. Tak, 170 million dedim. Rassrochka do'stlar. Ketdi. Kimga qiziq bo'lsa, Apple'ning 60-70 million pullaringizni qolgan 12 ga bo'lib to'layveradi. Oymay bo'lib to'laysizlar lekin. Hozir penani berib, qolgan 1 yildan 2 penan so'm beraman degan bo'lmaydi do'stlar. Mana shu avtoshop gullanda.